Zhuge Liang bilan Pang Tongni silishtirgan vaqtda xodim boshqarishda zodi qaysi kuchlik? Siz buni qiziqamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchaligini ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Pang Tong, Zhuge Liang ikkilisi Liu Beining qo'l ostidagi davomli mushavir. Endi shu ikkisini silishtirgan vaqtda zodi qaysisining qo'l ostidagilarni boshqarish iqtidori kuchli? Endi buningda men Pang Tongni kuchli deb qarayman. Chunki Pang Tong qo'l ostidagilarningki qalbiy kirishni biladi. Ularni ish qilgan vaqtda, ularning qalbiga kirib, ularning qalbini moyil qilib turib, o'zining roziligi bilan shu ishga solalaydi va shu ishni qildira oladi. Ammo Zhuge Liang nurg'un vaqtda qo'l ostidagilarga o'zining tadbirlarini bildirmaydi. Ham o'zining nima ish qilmoqchi ekanligini bildirmaydi. Shu sababdan ularga bexatarlik tuyg'usi bermaydi. Ham nurg'un ziddiyatlar kelib chiqib, nurg'un vaqtda gapini anglamaydigan, qarshi chiqadigan ahvol kelib chiqadi. Demek siz bir boshqarg'ich turib, o'zingizning qo'l ostidagilar bilan ap o'tamisangiz, ularning qalbiga kiramisangiz, ularni o'zingizga mayil qilamisangiz, boshqarg'uvchi deyishga bo'lmaydi. Moshunga o'xshash, xodim boshqarishga, korxona boshqarishga, jahondorchilikqa, ig'lik tiklashga o'xshash javhar mazmunlarni men uch parchalar bilan birlashtirish orqali undida dars qilib, undida to'pda so'zlayapman. Agar sizmi shu darsni anglab boqay deb qolsangiz, ayrimxonam uchur qiling, men shu to'pimga sizni qo'shib qo'yaman.